molekulasida 19 ta bog'i bo'lgan alkanni molyar massasini gram taqsim molda aniqlang debdi. Dastlab alkanlarni umumiy bog'lar sonini aniqlash formulasini keltirib chiqaramiz. Yodlab olganimizdan keltirib chiqarganimiz qulayroq har doim. Uglerodni organik birikmalarda 4 valentligi namoyon qiladigan 4 ta bog'i bo'ladi. Ya'ni buni 4n olamiz. Vodorodimiz 1 valentli bilamiz. 2n plus 2 jami 6n plus 2 qiymatni egallaydi. Bitta bog'imiz ikkita atom o'rtasida bo'lgani uchun 2 ga bo'lib olamiz. 3n plus 1. Bu umumiy bog'lar sonini aniqlash formulasi alkan tarkibida. Bizda esa 3n plus 1imiz teng ekan 19 ga. 3n teng bo'ladi 18 ga, n teng bo'ladi 6 ga. Xo'p, massasini so'rayapti bizdan. S6H12 bo'lar ekan. Xo'p, 72 ga 12 emas, 14 ekan. Huzur 14 massasini hisoblasak 86 gram taqsim mol. Javobimiz A varianti.